Tushamiz. Aytishlari bo'yicha bu juda ham eski qabriston ekan va noma'lum sabablarga ko'ra bu qabristonda yer osti tunneli bor. Va shu yerdagi insonlar aytishi bo'yicha buni oxirigacha hech kim tushmagan va oxirida odamlarni so'ylari bor ekan. Bu yerda har xil ovoz eshitiladi. Narigi jardan qaraganda bu yerda kech payt kimlardir yurgani bo'ladi, boshqa bo'ladi. Ayollar ko'rishgan. Lekin men bu qubur ichiga kirgan paytda, bu tunnel ichiga kirgan paytda qanaqadir ovoz eshitilib, kirgan insonlar qanaqadir aqlda ozgan, o'zini osib olgan insonlar ham bor bu yerda. Nu bu rost yolg'on bilmaymiz, shuning uchun ham hozir kirib ko'ramiz. Shunaqa qabriston kirganimizda xuddi shunaqa ilon chiqib keluvdi. Juda ham ko'p obunachalarim mana shunaqa qo'rqinchli videolar chiqaring degani uchun men bundan buyog'iga shunaqa qo'rqinchli zanalar kirish va har xil qo'rqinchli videolarni ko'paytirmoqchiman va bilaman bu sizlarga yoqadi va o'zingizlar shuncha so'radinglar, mana alingni chiqaryapman va davayki layklarni bosib tashlaylar. Va menimcha hammanglar bilasizlar, qaysi yo'nalishdagi videolar ko'proq layk yig'sa, o'sha yo'nalishda ko'proq video olaman. Shuning uchun davayki layklarni bosib tashlab aktiv bo'linglar. Va xuddi shu paytda esingizda bo'lsa, bizning yangi maqsadimiz bor. Va u ham bo'lsa 650 ming obunachi va 650 ming obunachiga atigi 15 mingtagina qoldi. Va albatta obuna bo'linglar. Mana shu videomizda davayki 650 ming obunachilarni chiqarib qo'yamiz. Va men 650 ming obunachidan keyin sizlar taniydigan O'zbekistonda mashhur Instagram profillari ham va YouTube kanallari ham juda ham hozir zo'r ketayotgan men uchun YouTuber, ya'ni shunaqa uspешный YouTuber bilan birga kollaboratsiya qilamiz. Davayki agar mana shu video chiqishini xohlasanglar, davayki layklarni bosinglar va albatta obuna bo'linglar, chunki bu videoni biz 650 ming obunachidan keyin olamiz. Menimcha hammanglar tushundinglar va bo'lmasam video boshlandi. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'sh, uzun joy, uzun tunnel, davay. Akalar sizlar ham chili tezroq, men o'zim qo'rqaman. Eng qiziq aka qarab baqirmayman. Hozir shunda yonimizda o'liklik ko'milgan bo'lishi mumkin-da. Tepamizda. Yo'q, pastroq ko'miladi, kak yonimizda bo'ladi shunda. Voy, astag'firullah, yonimizda kimdir qo'lga ketib o'liklik. Bu yerdagi mitologiyalar paydo bo'lish sababi ham shu. Eng qiziq bu ismi nima dedi? 7 qabr deyshdimi? 7 qubur. 7 qubur, qubur qabr degani? Voy, Mameda nima bu? Tepla. Voy, qo'rqib ketdim. Bu chuqurligi bo'yiga 2 metr, unaqasiga har bitta quburimiz bor. 15 metr, 20 metr, 30 metrgacha bo'ladi. Mana qarang, ko'chyapti uje. Usimiz tushib qolish mumkinmi? Pastroq ovozda gapirishimiz kerak ekan. Xo'p, anetta nima? O'tda turibdi-yu. Tepaga chiqamiz, ikkinchisiga o'tamiz. Xo'sh, bo'lmasam ketdik. No, hozircha ishanaqa strashniy bo'lmadi. No, lekin baribir qabriston tegamiz. Oh, bu tikonlar. Chiqolamizmi? To'g'rimizda qabrlarmi nima bular? Radikantenta. Uy, bular. Avval qo'rqaman, no, davay. Ustiga. Ha, bo'yaga. Boshqasi. Tikonlar bor, oyog'im kirib ketdi. Qanaqasiga o'tamiz? Yo'limizni tikonlar yo'q qo'yishgan. Baqirolmayman ular. Birinchi qabrdan ham chiqib oldik. Xo'p, ana endi bu birinchi tunnel bo'lsa, endi ikkinchisiga ketdik. Hozir shunda qabristonchida yuramizmi?